Assalomu alaykum. O'zbekiston 24 teleradio kanali o'z dasturlarini davom ettiradi. Global iqlim o'zgarishi, O'zbekistonda aholi sonining oshib borishi, milliy iqtisodiyotning turli tarmoqlari, qishloq xo'jaligining jadal sur'atlari bilan rivojlanishi va suvga bo'lgan ehtiyoj yildan yilga ortishi oqibatida respublikada suv resurslari tanqisligi tobora kuchaymoqda. Hozirning o'zidayoq sug'orish va ekologik maqsadlar uchun suvga bo'lgan talab qondirilmayapti. Suv iste'molining ko'payishi va manbalarning ifloslanishi chuchuk suv zaxiralarining kamayishiga sabab bo'lyapti. O'zbekistonda mavjud chuchuk suv hajmining qisqarishi tufayli ekstremal suv tanqisligi va qurg'oqchilik xavfi sezilarli darajada ortmoqda. Xo'sh, ushbu jiddiy masalani hal etishga mamlakatimizda qanday choralar ko'rilyapti? Qanday strategiya va yechimlar ishlab chiqilmoqda? Bu jarayonda moliya muassasalarining qanday loyihalari bor? Iqlim o'zgarishi sharoitida suv resurslarini boshqarish va kadrlar tayyorlashda Agrobank tomonidan tashkil qilingan suvchilar maktabining o'rni qanday? Bugun shu kabi qator savollarga soha mutaxassislaridan javob olamiz. Studiyamizga ekspertlarni taklif etganmiz, ular bilan tanishtirib o'taman. Suvchilar maktabi eksperti Sherzod Nizomov, Agrobank suv va ijtimoiy loyihalar markazi direktori Muzaffar Hayitboyev, qishloq xo'jaligi fanlari doktori professor Usmon Norqulov, Suv xo'jaligi vazirligi boshqarma boshlig'i o'rinbosari Saidakbar Hojiyev, turkiyalik ekspert Mehmet Akiyev hamda fermer suvchilar maktabi bitiruvchisi Ravshan Umarov. Hurmatli ekspertlar, studiyamizga xush kelibsiz. Bugun ushbu dolzarb masala yuzasidan muloqot qilamiz, chunki yuqorida aytganimizdek suvni tejash, suv bo'yicha olib borilayotgan loyihalarimiz bugun juda ko'p va bunda moliya muassasalari ham ishtirok etib kelyapti. Ayniqsa Agrobankning bir qator loyihalari bor. Dastlabki savolimiz sizlarga suvni tejash va loyihalar va kelajakdagi vazifalar, ularning ijrosi haqida bo'ladi. Soha mutaxassislarining baholashicha, so'nggi 50-60 yil ichida O'zbekiston uchun asosiy chuchuk suv manbai hisoblangan Markaziy Osiyodagi muzliklar maydoni taxminan 30% ga qisqargan. Ularning hisob-kitoblariga ko'ra, ahvol shu tarzda davom etadigan bo'lsa, 2050-yilga kelib Markaziy Osiyoda suv resurslari tanqisligi mintaqa yalpi ichki mahsulotining 11% gacha pasayishiga olib kelishi mumkin. Bugun ushbu masalaga qanday yondashyapmiz, qanday loyihalarimiz bor? Shu haqida sizning fikrlaringiz, marhamat. Global miqyosda iqlimning o'zgarishi degan tushuncha oxirgi 50 yillar ichida bu juda dolzarb masalaga aylanib boryapti. Demak, bu nimada namoyon bo'lyapti? Iqlim o'zgarishi birinchi navbatda mana shu yer shari bo'yicha havo haroratining ko'tarilishi bilan asoslanyapti. Demak, bunda antropogen omillar ham bor yoki tabiiy omillar ham ishtirok etyapti. Eng muhimi mana shu 1,5 gradusdan 2,5 gradusgacha o'rtacha oshganligi ma'lum. Lekin bu o'rtacha holat. Aslida ayrim mintaqalarda, yer yuzini qurg'oqchilik mintaqalarida bu 5-6 gradusgacha ko'tarilganini ko'rsatyapti. Bu nimaga olib kelyapti? Havo haroratining ko'tarilishi birinchi navbatda mana shu yer shari bo'yicha bug'lanishni ko'paytiryapti va atmosfera yog'inlariga o'zini salbiy ta'sirini ko'rsatyapti. Mana shu namliklarning kamayishi o'z navbatida birinchi navbatda o'simliklar dunyosiga o'zini salbiy ta'sirini ko'rsata boshladi. Demak, qishloq xo'jaligida bu yana ham o'zini ta'sirini juda ham ko'paytirib, demak, juda ko'p qishloq xo'jalik ekinlari qurg'oqchilik natijasida kam hosil beradigan yoki bo'lmasa umuman hosil bermaydigan holatlarga o'tib borayotganliklari kuzatila boshlayapti. Demak, bunday sharoitda mana shu biz mavjud suv resurslaridan samarali foydalanish, uni aql idrok bilan boshqarish va qishloq xo'jalik mahsulotlariga o'z vaqtida yetkazib berish, umuman qishloq xo'jaligini iqlim o'zgarishiga moslashtirish zaruriyati tug'ilyapti. Bu jarayon bugun olimlarimiz zimmasiga qanday bir vazifalarni yuklayapti, qanday bir loyihalar olib borilyapti, ilmiy tadqiqot ishlari olib borilyapti? Shu haqida ma'lumot bersangiz. O'zbekiston to'g'risida gapiradigan bo'lsak yoki Markaziy Osiyo bo'yicha gapiradigan bo'lsak, mana shu iqlimning o'zgarishida eng ko'p mana shu bizning Markaziy Osiyo ham mana shu zarar ko'radigan mamlakatlar ichiga kiryapti. Amudaryoning suvi mana shu oxirgi 50 yilda ichida 15% ga, Sirdaryoning suvi 10% ga kamaygan. Mana o'zingiz ham aytib o'tdingiz. Mintaqamizdagi muzliklar 35% dan 45% gacha erib ketgan. Demak, bu hammasi shundan dalolat beryaptiki,
suv tanqisligi bizda davom etaveradi, qiyinchiliklar bo'laveradi. Buning uchun olimlar juda ham ko'p tadqiqotlar olib borishni hozir amalga oshirib kelyapmiz. Qishloq xo'jaligida ekinlardan hosil olishni biz to'g'ri tashkil qilishimiz kerak bo'lyapti. Hosilni doimo kamaytirish emas, ko'paytirishga qarab intilishimiz kerak bo'lyapti. Buning uchun qurg'oqchilikka chidamli, sho'r ta'siriga chidamli, kam suv talab qiladigan navlarni yaratish yoki bo'lmasa o'simlik turlarini boshqa regionlardan bizga olib kelib introduksiya qilish, shu bilan birga ularni yetishtirish texnologiyalarini takomillashtirish, eng suvni kam sarflaydigan usullarini topish va ularni iqlim o'zgarishiga moslashtirib borish oldida ishlar hozir keta boshlayapti. Suv muammosi nafaqat mamlakatimiz, balki mintaqa, butun dunyoda bugun dolzarb masala ekanligini olimlar, ekspertlar va o'sha dunyo aholisi demak tasdiqlab turibdi, ko'p gapirilyapti. Suv tekin emasligini va suvni tejab, tergab ishlatishimiz, uni qadriga yetishimiz har bir yurtdoshimizni, har birimizni oldimizdagi mas'uliyatli vazifalardan biri hisoblanadi. Muzaffar aka, bu borada suvchilar maktabi ham tashkil etilganligidan xabarimiz bor. Prezidentimizning farmonlari bilan 2023-yilda bugun suvchilar maktabining faoliyati qanday olib borilyapti? Agrobank nega mana shunday maktabni tashkil etdi va uning samarasi qanday bo'lyapti bugun? Butun dunyoda suv inqirozi, suv tanqisligi yildan yilga tobora kuchayib boryapti. Albatta bu yo'nalishda Agrobank o'zini ham ilmiy tarafdan, ya'ni suv tanqisligini oldini olish, suv tejorish texnologiyalarini joriy qilishda ham o'zini ushbu sohada ham ilmiy tarafdan, ham moliyaviy tarafdan qo'llab-quvvatlash bo'yicha bir qator ishlarni olib boryapti. Jumladan 2023-yil aprel oyida davlatimiz rahbarining huzurlarida suv xo'jaligi sohasini isloh qilish masalalari bo'yicha bo'lib o'tgan yig'ilishlarida Agrobankka, Suv xo'jaligi vazirligi va boshqa tashkilotlarga aniq topshiriqlar berilgandi. Jumladan davlatimiz rahbarining shaxsan tashabbuslari bilan 2023-yil may oyidan, aniqroq 29-may kunidan Suvchilar maktabi loyihasi, Suvchilar maktabi tashkil etildi. Suvchilar maktabini tashkil etishdan asosiy maqsadimiz suvdan foydalanuvchilar, jumladan fermer xo'jaliklarni suv tejash texnologiyalarini joriy qilishda, suvni foydalanishda va suvni tejashda ilmiy tarafdan bilimlarni oshirish, bilim ko'nikmalarini oshirishdan iborat edi. Suvchilar maktabini tashkil etishda biz Suv xo'jaligi vazirligi, Toshkent irrigatsiya universiteti bilan hamkorlikda tashkil etildi shu maktabimiz. Bunda asosiy maqsadimizni aytib o'tdik. Tashkil etishda biz xorijiy tajribalar, Turkiya, Xitoy, Ispaniya va boshqa suv xo'jaligi sohasida rivojlangan davlatlar tajribasini o'rgangan holda ushbu maktabni tashkil etdik. Dastlabki bosqichda biz 2023-yilda may oyidan shu noyabr-dekabr oyigacha dastlab fermerlarimizni bir kunlik qisqa kurslarda o'qitdik. Suvdan foydalanuvchilarni, fermerlarimizni butun O'zbekiston bo'ylab 167 ta shu suvdan foydalanadigan tumanlarimiz bo'ladigan bo'lsa, qishloq xo'jaligi yo'nalishida 61 mingdan ortiq fermerlarimizni qisqa bir kunlik o'quv dasturlari asosida o'qitdik. O'quv dasturlarida fermerlarimizga endi ongida singib qolgan bitta tushuncha bor edi, suv tekin degan o'zi tushunchamiz bor. Suv tekin tushunchasi suv tekin emasligini hayotning o'zi ko'rsatyapti. Dastlab suv tekin emasligini, umuman suvdan foydalanish madaniyatini oshirish, suv tejash texnologiyalarini ilmiy tarafdan qo'llash bo'yicha qisqa kursda o'tgan bo'lsak, 2024-yil 5-yanvar kuni davlatimiz rahbarining 5-sonli qarorlari qabul qilindi. Bunda endi Suvchilar maktabini 2024-2030-yillarga mo'ljallangan sal chuqurlashtirilgan bosqichiga tashkil etish bo'yicha topshiriq oldik. Bu bo'yicha 2030-yillarga bag'ishlangan dasturni ishlab chiqib, endi fermerlarni chuqurroq bilim berishga, ya'ni 3 kunlik dasturlar asosida o'qitishni boshladik. Demak, ular o'sha amaliyotda mana shu olgan bilimlarni, ko'nikmalarni qanday qo'llashyapti? Suvchilar maktabini faqat ilmiy tarafdan dars berib, fermerlarga o'rgatib, bilim ko'nikmani oshirmasdan, biz endi buni dalada, ya'ni tajriba maydonlarini tashkil etdik. 2024-yilda 13 ta hududimizda
20-30 gektarlik, ya'ni ilmiy teshik institutlarini, Rigassiya universiteti va boshqa ilmiy teshik institutlarimizni dala maydonlarida tajriba maydonlarini tashkil etdikki, o'quv xonasida olgan ilmini olimlarimizdan, yuqoridan aytib o'tdim, xorijiy ekspertlar jalb qilingan bu loyihaga. Jumladan Turkiyadan 30 nafar xorijiy mutaxassislar jalb qilib, 2023-yilda dars berdi. Undan keyin Ispaniyadan kelib mutaxassislarimiz keldi, Xitoydan keldi. O'zimizni mahalliy professor mutaxassislarimiz, soha mutaxassislaridan darsni o'quv xonasida olib turib, endi tajriba maydonimizga borib, suv tejalish texnologiyalarini qo'llashni o'zlari ko'zi bilan ko'rib, joyida loyihalarni amalga oshirishni ko'rib, tajribalarni oshirishdi. Bu fermerlar uchun juda katta bir maktab deyish mumkin. Suvchilar maktabini haqiqatda bir unga qo'yilgan maqsadni bir agar oladigan bo'lsak, qishloq xo'jaligida suv resurslaridan samarali foydalanish madaniyatini shakllantirish, suv tekin emas tamoyili asosida zamonaviy suvni tejovchi texnologiyalarni joriy etish orqali yuqori hosildorlikka erishish bo'yicha bilim va ko'nikmalar berish bu asosiy maqsad qilingan. Mana siz yuqorida aytdingiz, Muzaffar aka, xorijiy ekspertlarni ham jalb qilganmiz va xorij tajribasi ham o'rganilib, ushbu maktab tinglovchilariga demak bu tajribalar o'rgatilyapti. Studiyamizga biz Mehmet Akifni taklif qilganmiz, turkiyalik ekspertimiz. Bu jarayonda siz Mehmet ishtirok etyapsiz. Sizni taassurotlaringiz qanday? Qaysi jihatlarga e'tibor berilyapti va suvchilar maktabining tinglovchilari qanday nazariy va amaliy mashg'ulotlarda ishtirok etishyapti? Marhamat. Fermerlarimiz suvni tejash bo'yicha harakatga boshladi desak bo'ladi. Oldinki vahshiy sug'orish usulida suvni tejamayapmiz, ham to'proqning unumli qatmanini yo'qotyapmiz bir tomondan ham. Shuning yuzasidan unumdorligimiz pasayib ketyapti kundan kunga, to'prog'imiz ham og'irlashib ketyapti. Endi suvni tejashdan boshlab biz to'proqni ham unumdor to'proqqa aylantirishga boshlayapmiz bir tomondan. Shu borada Suvchilar maktabi loyihasi bilan birga aytilgan 13 ta hududda tajriba maydonlarini tashkil etdik. Agrobank bilan birgalikda. Bu tajriba maydonlarida nafaqat darsliklarda fermerlarni dalalarimizga olib chiqib, bu texnologiyadan qanday foydalanish kerakligini, hosildorlikni oshirishda nimalar qilish kerakligi bo'yicha ham fermerlarimizni o'qitdik. Fermerlarni o'qitish bilan ishimiz tugamadi, lekin bir tomondan ham loyihachi o'quv kurslarimiz boshlandi. Suv tejovchi texnologiyalarini loyihalashtiradigan mutaxassislarni ham Suvchilar maktabiga o'qitdik. Demak, nazariya bilan birgalikda ham amaliyot, ham ilmiy yondashuvlar bu maktabda demak jarayonlarni olib boryapti. Turkiyada qanday tajribalar bor suvni tejash bo'yicha? Suvni tejash bo'yicha Turkiya 30 yildan oshiq vaqtdir suvni tejash bo'yicha loyihalar qilib kelyapti. Fermerlarimiz hozirgi kunda suv tejaydigan texnologiyalarni o'zlari loyihalashtirib, o'zlari montaj qiladigan darajaga keldi. Lekin faqat dalaning boshiga suv olib kelish bilan bitmaydi ishimiz. Dalagacha keladigan yo'llarni ham Turkiyada hozirgi kunda yopiq quvurlar tizimi o'tkazilib, har bitta konturning boshiga gidrantlar qo'yilib, sho'rchiklar qo'yilib, fermer ekiniga qarab suv oladi. Oshiqcha suv olish mumkin emas. Demak, uni taqsimotiga ham katta e'tibor berilyapti. Umuman shu loyihalar amalga oshirishda bir qator xorijiy tajribalar o'rgandik. Misol uchun Turkiyada 609 million gektar sug'orilib ekiladigan maydonlar bor. Shu 609 million gektarga 44 milliard o'rtacha suv sarf qiladi. Bu degani har bir gektariga 6.3 ming kub suv ketadi degani. Xarajati. Shuningdek, Ispaniyada 308 million gektar qishloq xo'jaligida sug'oriladigan maydon bor. Bunga Ispaniyada 20 milliard kub suv sarf qiladi. Bu degani, ya'ni 5.3 ming kub suv sarf qiladi. Ya'ni shuningdek, Xitoyda o'rgandik. Xitoyda 74 million gektar sug'oriladigan bo'lsa, 477 milliard kub suv sarf qiladi. Bu 64 ming kub suv gektariga degani. O'zbekistonni o'zimizni oladigan bo'lsak, 4.3 million gektarda sug'oriladigan qishloq xo'jalik maydonlarimiz bor. Endi nisbatan ushbu davlatlarga nisbatan qaraydigan bo'lsak, bizda biroz gektariga sarflanadigan suvimiz sal balandroq. Yuqoridagi davlatlarni o'rganganimizda bu natijaga albatta faqat suv tejash texnologiyalarini ilm bilan yondashib, fermerlarimiz shuni tushunib yetib, endi yillar davomida mana shu natijaga erishgan. Suvchilar maktabining asosiy maqsadi har bir hududda tashkil qilishimizdan ham maqsad shu. Har bir fermerimiz suv tejashni ongiga singdirib, bilim ko'nik bilan oshirib, biz ham shu rivojlangan davlatlar mana shu suv sarfini minimallashtirish har bir gektarga suv tejash texnologiya qo'llagan holda.
Rahmat Muzaffar aka. Endi Ravshan Umarovni taklif qilganmiz, fermer, suvchilar maktabi bitiruvchisi. Ravshan aka, siz bevosita jarayonda, ya'ni nazariya bilan birgalikda amaliyotni ichidasiz va mana shu maktabni bitirdingiz. Qanday tajribalarni oshirdingiz, malakangiz qanday oshdi va bugun fermerlarimiz ko'proq qaysi jihatlarga e'tibor berish kerak? Suvni tejash, suv tejovchi texnologiyalarini o'rnatish bo'yicha, yuqori hosildorlikka erishish bo'yicha. Urug'li paxta g'alla ekamiz. 2 yil 3 yil oldin shu suvni tejash kerakligi, umuman suvga e'tibor berishligi haqida bizda fikrimiz bo'lmagan. Mana shu birinchi suvchilar maktabini muhtaram prezidentimiz tashabbuslari bilan tashkil etilgan maktabda birinchi bitiruvchiman. Albatta bizni qarashlarimiz bu suvga bo'lgan munosabatimiz o'zgardi. Xabaringiz bor, avvallari biz an'anaviy sug'orardik. Unda tuproqni kerakli qatlamlarni yuborilishi natijasida hosildorligimizga ta'sir qilardi. Mana bugungi kunda suvchilar maktabida tashkil etilgan nafaqat demak suv bilimlari umuman olganda mana shu g'alla, paxta, umuman qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirishda suvni boshqarish mumkinligi va ana shu suvni boshqarish natijasida yangi zamonaviy texnologiyalarni joriy qilish natijasida hosildorligimiz oshishiga va undan tashqari mana shu suvchilar maktabida bugungi kunda tashkil etilgan nafaqat suv haqida tuproq mutaxassisi, demak agrotexnologiya mutaxassisi va qolaversa zamonaviy bilim va ko'nikmalarga ega bo'ladigan bir markaz tashkil bo'ldi. Mana shu demak, bu suvchilar maktabi nafaqat suvni tejash, suvdan oqilona foydalanish, balki tuproq hosildorligini oshirish, degradatsiyaga qarshi kurashish, o'zaro yangi taklif va g'oyalarni birgalikda muhokama qilish uchun bir katta maktab bo'lib xizmat qilyapti. Juda katta bir maktab bo'lib xizmat qilyapti. Buni natijasida mana oxirgi yillarda biz 30% ga hosildorligimizni oshirishga ega bo'ldik. Sababi bizda avvallari maslahat qilishga yoki to'g'ridan to'g'ri bir shu sohadagi yetuk ustozni topib, demak o'sha yetishtirish jarayonimizdagi savollarga javob topa olmasdik. Bugungi kunda suvchilar maktabi fermerlar o'rtasida bir ko'prik vazifasini bajaryapti. Masalan, shu suvchilar maktabiga murojaat qiladigan bo'lsangiz, Agrobank rahbariyatidan tortib shu suvchilarning barcha xodimlarigacha bizga ko'makchi vazifasini bajaryapti. Bu albatta biz uchun juda ham qulaylik. Ikkinchidan yana bir ahamiyatli tomoni shundaki, bizni jamoamizda ham demak qarashlar o'zgardi. Nafaqat fermerda, mana shu jamoamizda, shu yer maydonlarimiz joylashgan joyimizda atrofdagi fermerlarda ham demak qarashlari o'zgarib, bugungi kunda demak mana shu hisob kitob masalasi, tan narx masalasi, umuman hosildorlikka oshirish masalasi, umuman bu hammasi to'g'ri yo'lda ekanligi va bu narsa orqali iqtisodiy samaradorlikka erilishi kerakligini biz anglab yetdik. Ko'p fermerlarimiz bilan muloqot qilganimizda, o'sha qishloq xo'jaligi sohasi vakillari bilan gaplashganimizda aytishadiki, ular oldin o'sha suvni bir hisob kitob qilish tizimi yo'q edi. Mana bugun ko'p suv sarflamasdan turib, suvni tejovchi texnologiyalarini qo'llagan holda yuqori hosildorlikka erishish mumkinligini bugun amaliyotda ko'ryapmiz. Qaysidir gektarda hisob kitobini yuritgan holda, suvni tejagan holda yoki yuqori navli ekinlarni ekkan holda, suvsizlikka chidamli bo'lgan ekinlarni, yangi navlarni ekkan holda biz o'sha oldin olingan hosildan 2-3 barobar yuqori hosil olishayotganini ko'p ta'kidlashadi. Bu mana shunday maktablar, mana shunday loyihalar, umuman tizimga qaratilayotgan e'tibor, qishloq xo'jaligini rivojiga qaratilayotgan bir e'tiborning samarasi deyishimiz mumkin. Mana shu suvchilar maktabi ko'magida hozirgi amalga oshirayotgan ishlarimiz, albatta biz ko'p tarmoqli fermer bo'lib, ertangi kunda nafaqat g'alla va paxta yetishtirish, undan tashqari qishloq xo'jaligi oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtirishda ham demak yaxshi yutuqlarga ega bo'lishimiz mumkin. Xabaringiz bor, yaqin vaqtlarda demak savdo tashkilotiga a'zo bo'lamiz. U yerda o'zgacha muhit bor, o'zgacha talab bor. Albatta bizning bugungi kungi harakatlarimiz, bugungi strategiyalarimiz mana shu Agrobank yordamida qilinayotgan bizga ko'maklari, men o'ylayman bu ham juda ham yaxshi samara beradi va biz ertaga O'zbekiston fermerlari klasterlari albatta shu berilayotgan bilim, ko'nikma, tajribalar, ustozlarimiz berayotgan, o'rgatayotgan
bilimlari ham raqobatbardosh qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetishtirib va dunyoni istalgan mamlakatlariga sotishga bugungi kunda bir zamin bo'ladi, bir o'sha bizga asosiy bir Bu ko'prik eng bo'ladi degan. asosiy maqsadimiz ichki bozorni to'ldirish bilan birgalikda sifatli, yuqori sifatga ega bo'lgan, raqobatbardosh, mana yuqorida aytyapsiz, va xorij bozorlarida ham talab yuqori bo'lgan mahsulotlarni biz o'zimiz yetishtirishga imkoniyatimiz ham bor, salohiyatimiz ham yetadi va buning uchun biz o'z tajribamizni oshirib borishga qaratilgan bu loyihalar deyish mumkin. Bizni birinchi bosqichimiz fermerni da ekologik ong shakllantirishimiz kerak. Agar fermerda ekologik ong shakllanmasa, shaxsiyat, fikr shakllanmasa, u o'zidan o'zi yangi innovatsion g'oyalarni qabul qilishi qiyin kechadi. Shuning uchun biz ularga haqiqiy hozirgi paytda bo'lib o'tayotgan muammolar keltiramizda. Mana misol uchun bitta muammo, hozirgi statistikaga ko'ra O'zbekiston Respublikasida eroziyaga, suv eroziyasiga uchragan joylar 618 ming gektar joydan oshib ketdi. Bu juda katta ko'rsatkich. Eroziya nima desangiz, unumdor tuproq qatlamini oladida, keraksiz joyga olib borib tashlaydi. Bu degani nima desangiz, bu 1 gektar yerdan 100-150 tonna tuproq har yil chiqib ketyapti. Shu an'anaviy noto'g'ri sug'organimiz tufayli. Agar qiyalik 5% ga yetsa, ya'ni 100 metrda 5 metr kamaysa, bunda endi tuproq chiqib ketishi 500 tonnagacha boryapti. Bundan keyin fermer o'zi ongli ravishda qaror qabul qiladiki, men buni hozir chorasini ko'rishim kerak. Biz yana savol beramiz. Bo'pti, shuncha narsani siz yo'qotyapsiz. Bu tabiiy sharoitda tiklanadimi bu narsa? Ha, tiklanadi, lekin 1 millimetr qatlamdagi tuproqni tiklanishi uchun tabiiy sharoitda 100 yildan 200 yilgacha vaqt ketyapti. Qolaversa bu fermer mulki bo'lishiga qaramasdan, bundan tashqari biz buni omonat sifatida ko'rishga ham qarashimiz kerak. Sababi biz kelajak avlodlarga unumdor, barqaror qishloq xo'jaligini qoldirishimiz kerak. Agrobank tomonidan suv kitob majmuasi yozildi. Shunda Turkiya tajribasida shunda yozilgan. Dastavval suv tejovchi texnologiyalar Turkiyada ham unaqangi samarali ishlamagan. Hattoki fermerlar orasida bu uslub bo'lmas ekan ham degan. Lekin keyin uni muammosini bilsa, bu malaka va kadrlarga borib taqalgan. Shundan keyin bu siyosat darajasida, davlat darajasida ular asta-sekin o'sha kadrlarni tayyorlagan va mutaxassislar natijasida Turkiya hozirgi kunda suv tejovchi texnologiyalarni qo'llash bo'yicha eng ilg'or davlatlar qatorida. Va qolaversa ular o'zlarining qishloq xo'jaligi yerlaridan tashqari tog' yonbag'irlarida yangi yerlarni o'zlashtirib, u yerda shol yetishtiryapti. Bu hammasi ilm bilan. Davlat rahbarimiz tashabbusi bilan Suvchilar maktabi Agrobank tomonidan tashkil etildi va biz bunda har yili yangi innovatsion g'oyalar dasturiga kiritib boramiz. Misol uchun, o'tgan yili biz Xitoy tajribasi bo'yicha yetishtirishni kirgizib o'tdik. Bunda shu uslubda paxta yetishtirib, suv tejab, azotli o'g'itlardan o'simlik tomonidan foydalanish koeffitsiyentini oshirib, hozirgi kunda 70 sentnerdan hosil olayotgan fermerlarimiz bilamiz. Bular aynan o'sha Suvchilar maktabi bitiruvchisi hisoblanadi. Hurmatli ekspertlar, bunga dolzarb mavzu yuzasidan muxbirimiz lavha tayyorlagan. Birgalikda uni tomosha qilamiz va ushbu lavhada ham suvni tejash, yangi texnologiyalarni qo'llash, hududlardagi jarayonlar mavzusi qamrab olingan. Keling, ushbu lavhani tomosha qilib va undan keyin fikrlarimizni yana davom ettiramiz. Butun dunyoda suv tanqisligi eng dolzarb global muammolardan biriga aylangan. Iqlim o'zgarishi, aholining ko'payishi va suvdan samarasiz foydalanish oqibatida dunyo bo'ylab ko'plab mamlakatlar ichimlik suv va irrigatsiya suv yetishmovchiligiga duch kelmoqda. O'zbekiston ham suv resurslariga e'tiborini kuchaytirgan. Prezident tashabbusi bilan tizim mutlaqo yangicha ko'rinishda isloh etilmoqda. Suv xo'jaligi tizimini boshqarish samaradorligini oshirish maqsadida yangi qonunlar, davlat dasturlari va loyihalar qabul qilindi. Bu esa har bir hududda suv hisobini aniq yuritish, suvni adolatli taqsimlash va fermerlar o'rtasida mas'uliyatni kuchaytirgan. Shuningdek, irrigatsiya tizimi yangilanib, zamonaviy texnologiyalar joriy etilmoqda. Davlat rahbarining qarori bilan O'zbekiston Respublikasida suv resurslarini boshqarish va irrigatsiya sektorini rivojlantirishning 2025-2028 yillarga mo'ljallangan dasturi bu boradagi navbatdagi qadam bo'ldi. Prezidentimiz tomonidan suv xo'jaligi tashkilotlarining oldiga qo'ygan vazifalarni bajarish ushbu dastur juda katta ahamiyatga ega. Ushbu dasturni ijrosiga allaqachon kirishganmiz. Kanallarni betonlashtirish, ta'mirlash, tiklash, nasos stansiyalarini modernizatsiya qilish tadbirlarni jadal amalga oshiryapmiz. Kanallarda behuda suv yo'qotilishi kamaytiriladi, nasos stansiyalarining ishonchli ishlashi ta'minlanadi. Sohani raqamlashtirish orqali uni shaffofligini, iste'molchilar o'rtasida suv taqsimotini amalga oshirishga erishiladi va aholini oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash
va qishloq xo'jaligidan barqaror hosil olishiga erishiladi. 2030-yilga qadar mamlakatimizda qishloq xo'jaligi ekinlari yetishtiriladigan maydonlarda to'liq suv tejovchi texnologiyalar joriy qilinishi ustuvor vazifa sifatida belgilangan. Joriy yilning 1-oktyabriga qadar respublika bo'yicha jami 2,6 million gektar maydonda suv tejovchi texnologiyalar tatbiq qilinib, ularning umumiy ko'rsatkichi sug'oriladigan yer maydonlariga nisbatan 60% ga yetkazildi. Zomin tumanida jami 17 ming gektar sug'oriladigan yerlar mavjud bo'lib, ushbu yerlarning 8 ming gektarga yaqini bugungi kunda suv tejovchi texnologiyalarining yomg'irlatib hamda tomchilatib sug'orish usullaridan keng foydalanib sug'orilib kelinmoqda. Ushbu suv tejovchi texnologiyalar qo'llanilganda birinchidan ish kuchidan tejaladi. Demak, yoqilg'i energetika, demak, dorilash vositalarini sarflashda ham ancha tejamkorlik xususiyatlari bilinib kelmoqda. Ko'rib turgan maydonimizda ham mana g'alla ekilgan maydonda yomg'irlatib sug'orish texnologiyasi orqali, ya'ni sprinklerlar orqali dastlabki sug'orish ishlari amalga oshirilmoqda. Ushbu sug'orish texnologiyasini ko'rgan qolgan fermerlarimizda ham demak, kundan kunga qiziqish ortib, fermerlarga katta imkoniyat sifatida berilgan imtiyozli kreditlardan demak samarali foydalanib, fermer xo'jaliklari o'z hisobidagi yerlarini sug'orishda mana shunday zamonaviy suv tejamkor texnologiyalarga bosqichma-bosqich o'tib boryapti. Jizzax viloyatida joriy yilda 48630 gektar maydonda suv tejovchi texnologiyalar joriy qilingan. Shundan 2700 gektarida yomg'irlatib sug'orish usulida ekinlar parvarishlanyapti. Suv faqat tabiiy resurs emas, balki iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik barqarorlikning asosidir. Undan oqilona foydalanish kelajak avlod uchun sof tabiat va farovon hayot kafolatidir. Qancha bitiruvchilar bugun suvchilar maktabini tugatdi va qancha yana qamrov bo'ladi? 2023-yilda qisqa kurslarimizni barcha fermerlarimizni o'qitdik. Har bir tumanda fermerni qishlog'iga, hududiga borgan holda o'qitdik. 1 kunlik qisqa, to'g'ri. Endi 2024-yil 5-sonli qarordan keyin 2024-2030-yillarda har yili 10 ming nafardan 2030-yilgacha barcha fermerlarimizni chuqurlashtirilgan bilim asosida o'qitamiz. 2024-yilda chuqurlashgan bilim asosida 11 mingdan ortiq fermerimiz o'qidi. Bu yil 2025-yil shu kunga qadar 9,5 mingta fermer o'qidi. Bugungi kunda ham davom etmoqda. Demak, suvchilar maktabi ikkinchi bosqichda ba'zi ma'lumotlarni keltirib o'taman. 2030-yilgacha ishlab chiqilgan konsepsiyaga asosan 60 ming nafardan ortiq tengdoshlarni o'qitishni maqsad qilib olgan. Bu degan bu 60 ming kichkina raqam emas va bu uchun katta bir salohiyat, katta bir imkoniyat va sharoitlar bizda yetarli va mutaxassislar jalb qilingan. Yana bir ma'lumotlarni aytib o'tishni xohlardim. Demak, nazariy va amaliy o'quv jarayonlarini sifatli tashkil etish maqsadida respublikaning 13 ta hududida o'quv xonalari tashkil etilganligi yuqorida ekspertlarimiz tomonidan aytib o'tildi. Bu poytaxtga kelish shart emas, hattoki o'zini dalasida, o'zini hududida demak o'rganish, tajribasini oshirish, ko'nikmalarni mustahkamlash imkoniyatlarini yaratadi. Suvchilar maktabi tashabbusi bilan paxta seleksiyasi, urug'chiligi va yetishtirish agrotexnologiyalari ilmiy tadqiqot instituti birgalikda mavsumda xorijiy g'o'za navlarini yetishtirishga ixtisoslashgan fermer xo'jaliklari va agronom mutaxassislar uchun maxsus o'quv kurslarini ham tashkil etib boryapti. Tinglovchilarga nazariy bilimlarni bevosita amaliyot bilan bog'liq holda o'qitish maqsadida respublikaning 13 ta hududdagi o'quv yurtlari va ilmiy tadqiqot institutlari bazasida 2023-2024-yillarda 15-20 gektarlik jami 255 gektar tajriba maydonlari tashkil qilindi. Mana yuqorida fermerimiz aytdilarki, munosabat o'zgardi. Bugun yerga nisbatan munosabat, suvni tejashga bo'lgan munosabat odamlarimizda, fuqarolarimizda o'zgardi. Vazirlik zimmasida qanday bir vazifalar bor, vazirlikda qanday loyihalar bor, qanday tajribalar bor, shular haqida gapirib bersangiz. Suv tanqisligi bo'yicha masalasida so'z borar ekan, bir raqamga e'tiboringizni qaratmoqchiman. 2025-yilgacha bo'lgan davrda O'zbekistonda suv tanqisligining umumiy suv tanqisligi 7,5 milliard kubni tashkil qilgan bo'lsa, 2030-yilga borib bu ko'rsatkich 15 milliardni tashkil qilishi prognoz qilingan. Shu bois biz qishloq xo'jaligida mavjud suv resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish maqsadida zamonaviy agrotexnologiyalarni keng joriy qilish bo'yicha eng maqbul yechim sifatida qaralyapti. So'nggi 5 yilda respublika bo'yicha suv tejovchi texnologiya joriy qilingan maydonlar 2,6 million gektarga yetkazildi yoki qariyb sug'oriladigan yer maydonlarini 60% ga yetkazildi. Taqqoslash uchun misol keltiradigan bo'lsam, 2017-yilgacha ushbu ko'rsatkich 1% ni tashkil qilgan. Tahliliga asosan suv tejovchi texnologiyani joriy qilish ishlari suv resurslarini 40-50% gacha, mineral o'g'itlar, yoqilg'i moylash mahsulotlarini 25-30% gacha,
oshirish bilan bir qatorda hosildorlikni уже 10-15 sentlargacha oshirish imkonini beryapti. Birgina 2025-yilning o'zida 800 ming gektardan oshiq maydonda suv tejovchi texnologiyani joriy qilish hisobiga mavsum davomida 2,3 milliard kub suv resurslarini hisob qilishga erishildi. Buni taqqoslaydigan bo'lsak, bu Navoiy viloyatining 1 yillik iste'moliga teng suv miqdor iqtisod qilinishiga erishib kelinyapti. Shu o'rinda yana bir muhim jihatga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Joriy yilning 23-noyabr kuni Nyu-York shahrida Birlashgan Millatlar Tashkilotining Bosh Assambleyasining 80-yubiley sessiyasida davlatimiz rahbarining umumsiyosiy munozaralarda so'zlagan nutqida suv taqchilligiga to'xtalar ekan. O'zbekistonda suv tejash bo'yicha butun jahon forumini o'tkazish ta'kidlab o'tdilar. O'zbekistonda suv resurslarini boshqarish, irrigatsiya sektorini rivojlantirishga mo'ljallangan 2025-28-yillarga mo'ljallangan dastur qabul qilindi. Suv xo'jaligi vazirligiga juda ko'plab vazifalar yuklatilgan. Misol uchun, irrigatsiya tarmoqlarini rekonstruksiya qilish, suv tejovchi texnologiya qamrovini kengaytirish, nasoslarni yangi energiya tejamkorligiga almashtirish, sho'rlangan maydonlarni kamaytirish bo'yicha kabi ustuvor vazifalar qamrab olingan. 2019-yilda kreditlash boshlangan bo'lsa, suv tejovchi texnologiyani kreditlash mexanizmi joriy qilinib boshlangan bo'lsa, 2019-yildan 2023-yilga qadar 6000 nafarga yaqin fermer bankdan kredit olgan. Suv tejovchi texnologiya joriy qilish bo'yicha suvchilar maktabi faoliyati yo'lga qo'yilib, davlatimiz rahbari tomonidan, hukumatimiz tomonidan suv tejovchi texnologiyalarni joriy qilishga yaratilayotgan bir qator subsidiyalar, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashlari evaziga 2024-yilda o'zida 7000 nafarga yaqin fermer suv tejovchi texnologiyani qo'llash uchun kredit olgan bankdan. 2025-yilda ham hozirgi kunda 6000 nafardan oshib qoldi. Demak, ommalashib boryapti va fermerlarimiz to'g'rirog'ini aytganda tushunib boryapti. Tushunib boryapti. Suv tejovchi texnologiyani qo'llamasdan boshqa choramiz yo'q. Bugun dehqonchilikda ilm bilan yondashmasdan yuqori hosildorlikka erisha olmaymiz. Yangi navlarni amaliyotga kiritmasdan, olimlar bilan birgalikda ishlamasdan turib biz loyihalarimizni qishloq xo'jaligida samarasini ko'ra olmaymiz. Loyihalarni tatbiq etib, bugun ilm bilan, bilim bilan yondashadigan bo'lsak, har bir suvni masalan yoki yerni agar hisob-kitob qilib bir agar olimlar fikriga quloq tutadigan bo'lsak, ularni masalan yaratayotgan yangi navlarni bugun ekadigan bo'lsak va o'z maqsadimizni aniq qo'yadigan bo'lsak, demak qishloq xo'jaligida ham bir natijaga erishayotgan fermerlarimizni ko'rishimiz mumkin. Usmon aka, marhamat. Hozirgi biz qo'llayotgan suv tejovchi texnologiyalar ancha suvni tejab, demak hosildorlikda osilib ketadiganlari ko'rinib qoldi. Endi shu bilan birga biz boshqa jihatlarini ham chuqur o'rganib, uni joriy qilishni hozir talab qilyapti. Masalan, 1 metr kub suv qancha daromad beryapti? Yoki bo'lmasa 1 sentner hosil olish uchun qancha suv sarflayapmiz? Mana shularda agar hisob-kitob qiladigan bo'lsak, hali bizda ancha-muncha qiladigan ishlarimiz bor ekan. Oxirgi 5-6 yil ichida lazer uстановkasi yordamida yer tekislanish o'zi yerda ancha-muncha tekis bo'lishligi, butun dalani bir tekisda namlash va birdaniga o'sha suv tejovchi texnologiyalarni suvni ochib, ma'lum vaqtdan keyin bab-baravar to'xtatib, 2-chi, 3-chi seksiyalarga o'tkazish imkoniyatlarini bera boshladi. Yana bitta narsa bo'lyaptiki, yildan beri Xitoy texnologiyasida oldin bizda ham bor edi bu 76 qator oralig'ida 2 qo'sh qator ekib birdaniga masalan biz oldingi 60 santimetr qator orasi yoki 90 da 100-120 ming ko'chat bo'lsa, hozir 180, 200 va undan ortiq ko'chat vujudga kelyapti. Bu o'z navbatida hosilni keskin oshirishga olib keldi. Endi bu yerda yana bitta masala bor. Biz hozir baribir o'g'itni ko'proq sarflayapmiz. Suv bilan hali to'liq berayotganimiz yo'q. Demak, azot o'g'itlarini suv bilan beryapmiz, lekin fosforli, kaliyli yoki mikroelementlarni yoki o'simliklarni o'stiruvchi yoki o'sishdan to'xtatuvchi preparatlarimizni ham shu tizim orqali berayotganimiz yo'q. Demak, biz mana shu kelajakda preparatlarni yoki o'g'itlarni tez eriydigan va o'simlikka oson yetib boradigan formalarini yaratishimiz kerak va uni ishlab chiqarishga yetkazishimiz kerak. Bundan tashqari biz yana bir narsaga qattiq e'tibor berishimiz kerakki, mana shu tomchilar sug'orish bo'ladimi, yomg'irlar sug'orish bo'ladimi, to'proqqa tushganda u hozir biz hisob-kitobimiz bo'yicha 50 santimetr namlash kerak. Undan oshib ketsa ham bo'lmaydi, chunki ildiz shu qatlamda rivojlanadi. Endi bu joyda
qanday namlik vujudga keladi, necha kunga yetadi degan masala. Masalan, 250 metr kub suv bersak, bu 3 kun, 4 kun, 5 kunga, maksimum 6 kunga yetyapti. Lekin hozir iqlim o'zgarish sharoitida bir sutkadagi bug'lanish 70-80 metr kubga borib qolyapti. Bu jarayon tezlashib ketyapti. Bunday paytda shu berilgan suvni samaradorligini oshirish nima qilmoq kerak degan masala ham qo'yilyapti. Demak, mana bizning tadqiqotlarimiz shuni ko'rsatyaptiki, to'proqda qachonki shu organik moddalar ko'p bo'lsa, masalan 2, 3, 4% bo'lsa, bu gumus emas. Chista organik modda. Namlikni saqlash darajasi oshadi. Kamida 1% oshirganimizda 150-170 metr kub suv to'proqda ko'proq ushlab qolinadi. Bug'lanishga sarflanadi. Demak, namlik ham juda katta ahamiyatga ega. Suvchilar maktabining barcha tajriba maydonlari nasos stansiyalariga sun'iy intellekt asosida boshqariladigan avtomat tizim bugun o'rnatilgan. Natijada qishloq xo'jaligi ekinlarining suv sarfi 44% ga, ishchi kuchi 50% ga, xarajatlari 21% ga kamaygan hamda hosildorlik 31% ga oshganligini bugun aytishimiz mumkin bo'ladi. Tajriba maydonlarida tinglovchilarga o'qitish ishlari tashkil etilib, suv tejovchi texnologiyalarni qo'llash va hosildorlikni oshirish usullari bugun o'rgatilyapti. Bundan tashqari 2025-2026 yillarda 141 ta tumanda 3500 gektarda paxta va g'alla yetishtirishga moslashgan tajriba maydonlari demak joriy qilish ham boshlandi. Bu suvchilar maktabining naqadar takomillashib borayotganligidan, faoliyatga katta e'tibor qaratganligidan va mutaxassislarning xalqaro tajribalarini, o'zimizda eng yaxshi tajribalarni amaliyotda qo'llayotganligidan bu dalolat beradi. Mehmet, sizga yuzlanmoqchi edim. Mana tinglovchilar bilan muloqot qilgansiz, fermerlarimiz bilan muloqot qilyapsiz. Ularning fikrlari, ularning tashabbuslari, ularning bir muloqot jarayonlari qanday sizda taassurot qoldirdi? Fermerlarimizni tajriba maydonlarimizga olib borganimizda fermerlarimiz juda ham xursand bo'lyapti. Bu texnologiyani qanday ishlatish kerakligi bo'yicha o'qitayotganimizda fermerlarimizning hammasi bizni juda ham katta e'tibor bilan eshityapti. Buni bitta sababi ham hosildorlikni oshirishdan tashqari davlat rahbarining bu suvni tejash bo'yicha chiqargan qarorlari bo'yicha fermerlarimiz qiziqyapti. Mana bugungi kunda subsidiyalar ajratilyapti. Yer soliqi, suv soliqi bo'yicha suv tejovchiga beriladigan subsidiyalar. Buni boshqa davlatlar bilan solishtirganimizda O'zbekistonning suvga bergan ahamiyati juda ham katta. Bir mutaxassis sifatida men albatta davlat rahbariga juda ham katta minnatdorchilik bildiraman. Suvni tejash nafaqat O'zbekiston uchun, dunyo uchun juda ham muhim. Fermerlarimiz ham hozirgi kunda bu olingan qarorlar bilan suvni tejash kerakligini tushunib yetdi. Shu uchun bizning darslarimizni e'tibor bilan eshitib, bizlar bilan keyin darsdan keyin ham fermerlarimiz muloqotda bo'lib, hosildorlikni oshirish bo'yicha ular bilan suhbatlashishga davom etyapmiz. Agrobank bugun qishloq xo'jaligini rivojlantirish uchun yana qanday loyihalarni amaliyotga tatbiq etmoqchi va imkon bo'lsa o'sha loyihalarni sanab bersangiz. Endi bilamizki, faqat suvchilar maktabi emas, Agrobankda bu sohada juda bir loyihalar ko'p. Ayrimlarini bizga aytib o'tsangiz, marhamat. Agrobank qishloq va suv xo'jaligini ilmiy tarafdan, moliyaviy tarafdan qo'llab-quvvatlash bo'yicha ishlarini davom ettiradi. Oldingi loyihalarimizga aytadigan bo'lsam, 100 kitob Agrobooks loyihasi doirasida 100 kitob loyihasini ishlab chiqqanmiz, xabarlaringiz bor. Shu Agrobooks loyihasi doirasida aynan suv xo'jaligini yo'nalishida suv kitob yo'nalishini ishlab chiqdik va fermerlarimizga bugungi kunga qadar 5000 nusxada chop qilingan, qog'oz variantda chop qilingan holda foydalanuvchilarga tarqatildi. Shuningdek, elektron variantlari ishlab chiqilib, saytlarimizga joylashtirildi. Tekin foydalanish uchun foydalanuvchilarni bilasizlar, qishloq xo'jaligini rivojlantirish yo'nalishida Agrolab o'simliklarni himoya qilish yo'nalishida laboratoriyalar kompleksini tashkil etganmiz. Fermerlar bo'lsin, umuman mahsulot, qishloq xo'jaligi mahsulot ishlab chiqaruvchilar, eksportyorlarni daladan to eksportgacha bo'lgan jarayonlarni tahlillarni o'tkazishga mo'ljallangan kompleks laboratoriya tarmog'i hisoblanadi. Ya'ni bu tuproq suvdan tortib, mahsulot tayyor mahsulotgacha tahlil qilib beradi. Jizzax viloyat G'allaorol tumanida Agro Inventro laboratoriyasini tashkil qilganmiz. Ya'ni bu inventro usulda ko'chatlarni ko'paytirish, virusdan xoli bo'lgan sertifikatlangan ko'chatlarni ko'paytirish yo'nalishi bo'yicha ham loyihani amalga oshirib, bugungi kunda уже foydalanishga topshirilib, yillik quvvati to'liq quvvatga chiqqanda 5 million dona ko'chat yetishtirishga mo'ljallangan
loyihamiz hisoblanadi va fermerlar maktabini bilasiz, bugungi kunda ham onlayn tarzda ham offlayn tarzda fermerlarimizni, umuman yosh fermerlarimizni o'qitib kelyapti. Shuningdek, yangi loyihalarimizdan biri bu aytib o'tdingiz. Endi yaqinda 14-oktyabr kuni muhtaram prezidentimizni 302-sonli qarorlari qabul qilindi. Ya'ni suv yo'nalishi bo'yicha quyi bo'g'inda suv resurslarini boshqarish tizimini takomillashtirish hamda sohani xususiy sektor uchun jozibadorligini oshirish chora-tadbirlar to'g'risida qaror qabul qilindi. Shunda Do'stlik tumanida suv resurslarini boshqarishni avtomatlashtirish va hisobini yuritish bo'yicha pilot, ya'ni tajriba sinov tariqasida loyihani amalga oshirish bo'yicha topshiriq ketgan. Ya'ni aynan suv xo'jaligi yo'nalishida Do'stlik tumanida fermerlarni suvni boshqarishni avtomatlashtirish, raqamlashtirish, fermerlar o'tirgan joydan telefonlardan suvni boshqarishi, o'zi kerak paytda suvni ochishi, boshqa paytda yopib qo'yishi mumkin bo'ladi. Suvni onlayn masofadan boshqarish tizimi yaratiladi. Ya'ni raqamlashtirish bu yerda eng muhim jihatlardan biri hisoblanadi. Bu ham bu suvni tejashda juda bir muhim ahamiyat kasb etadigan joyi. Yana bir muhim joyi bu endi suvni boshqarishga xususiy sektorning kirib kelishi. Ya'ni ushbu Do'stlik tumanida fermerlar qarorda topshirish shunday ketganki, fermerlar uyushgan holda bu yerda kooperativ tashkil qilinadi. Kooperativ tomonidan davlat bilan o'sha kooperativda xususiy sherik deb aytadigan bo'lsak, hamkorlikda suvni boshqarish bo'yicha tajriba sinov pilot loyihasini ham Agrobank tomonidan amalga oshirishlari boshlandi. 2024-yil 5-yanvar kuni davlat rahbarimizni 5-sonli qarorlarda kredit ajratishni, moliyalashtirishni onlayn tarzda platforma tashkil etish bo'yicha ham topshiriqlar ketgandi. Bu yo'nalishda Agrobank tomonidan suv kredit o'z platformasi joriy qilindi. Natijada fermerlar endi mobil telefonlaridan suv tejorish texnologiyalari joriy qilish uchun 20-30 daqiqada bemalol masofadan 24/7 rejimida kredit olish mexanizmi joriy qildi. Va yana yengilliklardan shu bo'ldiki, endi suv kredit platformasi orqali 5 yil muddatga 2 yillik imtiyoz davr bilan 14% dan kredit ajratish yo'lga qo'yildi. Bunda Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida 10% oshgan qismini 4% ni davlat tomonidan qoplab beriladigan bo'ldi. Endi bu suv kredit platformasiga kirgan holda bemalol sug'urta polisi orqali kredit olish jarayonlari yengillashdi. Shuningdek, platformasiga kirgan holda fermer shaffof o'zi ta'minotchini erkin tanlaydigan bo'ldi. 2024-25 yillarda bugunga qadar platforma orqali 4.3 trillion dan ortiq kreditlar ajratildi. Kredit ajratish ishlari davom etmoqda. Zuhur aka, yaxshi ma'lumotlarni keltirdingiz. Bu fermerlarimiz uchun ham ma'lumot va ham o'z loyihalarini amalga oshirishda moliyaviy manba vazifasini o'taydi. Agar albatta zarurat bo'lishi mumkin, zarurat bo'lganda, demak Agrobankka murojaat qilib, mana shu kredit mablag'larini olib, o'z faoliyatlarini yanada takomillashtirishlari, ishlab chiqarishni kengaytirishlari, mahsulot nafaqat qishloq xo'jaligida yetishtirish, balki uni qayta ishlash, yangi korxonalar tashkil etish, aholi bandligini ta'minlash va eksport imkoniyatlarini kengaytirishga ham bu moliyaviy mablag'lar juda zarur va albatta bu o'z samarasini ko'rsatadi degan niyatdamiz. Hurmatli ekspertlar, bugungi tashrifingiz va bizga bergan ma'lumotlar uchun rahmat. Siz bilan keyingi muloqotlarimizda albatta nafaqat suvchilar maktabi, balki boshqa yangi loyihalar to'g'risida ham muloqot qilamiz. Mamlakatimizda hududlarni va ijtimoiy sohani rivojlantirish dasturlarida suv ta'minoti masalasi alohida o'rin egallaydi. Bu borada aholi, ayniqsa fermerlar, qishloq xo'jaligining boshqa vakillari tomonidan suvni iste'mol qilish madaniyati muhim ahamiyatga egadir. Suvchilar maktabi suv xo'jaligidagi islohotlarning muhim tayanchi bo'lib, suv tejovchi texnologiyalarni keng targ'ib qilish, ilm-fan va amaliyotni uyg'unlashtirish orqali qishloq xo'jaligida yuqori samaradorlikka erishishga xizmat qilmoqda. 2023-yildan buyon minglab fermer va mutaxassislar zamonaviy bilimlarga ega bo'lishdi. 2030-yilgacha yana keng qamrovli ishlar amalga oshirilishi rejalashtirilgan. Bu haqda keyingi muloqotlarimizda batafsil to'xtalamiz. E'tiboringiz uchun tashakkur. Xayr, salomat bo'ling.